Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro savdo cheklik şirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmi. Bu filmni Şinjan Nazifa oshxona yurishliklari alohida talab qilgan. Bu filmni mo'tabar shirkati ishlab chiqargan Ochil Chash yuyi suyuqligi va Gulim ayollar tozaliq qog'ozi alohida qo'llagan. Men Dilkan Xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi Tulat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Sağlam ozuqlanishimiz uchun yemeklik bilan bevosita uchrashadigan qochquchilarga alohida diqqat qilishimiz zarur. Shunga men sizga Nazifani tavsiya qilaman. Chunki Nazifa qochquchilari xalqaro sifat o'lchamiga yetgan sog'lom mahsulot. U sap-sapaldan yasalgan qo'g'ishin suyi va boshqa aralashma moddalar yo'q. 1280 gradusda tavlanib ziyonli tarkiblar yo'qitilgan. Gül shakli qachining o'ttir qatlamiga elingan bo'lib, yemeklik bilan uchrashmaydi. Güzel hayat sağlam mahsulotdan keladi. Nazifa qochquchilari. Ümit ishonchi bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Barakatli qadamlarimda men organ miyi ishlatilgan Ochil chash so'pini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildiruvsi. Ochil chash asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organ miyi chash so'pilari. Çoğuynemek tiflamaydı. Hey. Ha amma. Ha. Ha xislatma. Bir ish bo'ldimi balam? Bugün atla bayram ekan-ku. Ha. Oy, endi esingga keldimi? Balam, dadanglig'icha ancha-muncha ko'ngil bo'lib qo'yinglar. Oy, sizlarga xizmat muhimmi, dadanglar muhimmi? Oy, bu nima degani hamda? Canım balam. Ma dadanglıçı yaşınıp kaldı. Apanglar texi yok. Ha, hemmişnin ödüsün öz yalğız çıkıp bulanmaydı. Hay. Ma dadanglarının hali ne? Anca munç sorap koyunlar. Keyin jığılgan bilençe ornuq düşmeydi. Vay dadanglar sizin muşunca ola çoğunqıgıça qançılık japatatdı ha? Ay can amma, bunda desen qandaq buldu. Biz mi köngül buluvatımız-gu? Ne dikeplarını qılıp? Bo'ldi amma kesh deyishaylik bo'ldi qolgan gaplarni. Jumo aldirashdim, xo'sh. Hey, xislat. Hey, xislat. Gap qavassam telefonni qo'yib atganima juvay nimakni. Unda adam nima ish qildi-ki menga telefon urib? Direktor. 3 kundan keyingi uchrashishni bugun kechga o'zgarsa qandaq? Bayram işim var degan anlamdınız mı? Anladım. Bugün atla bayrami. Şuna bugünkü uçuruşunuz bek muhim bo'lmasa, bugün geç lider bilan ko'rishgach, paranglashamikin deb o'ylagandim. Siz huquqingizni to'liq qalayimqa ishlatmang xislatmidir. Ha? Sizga maash berganda xalqning shaxsiy turmushiga aralashing deganlikdan derak bermaydi. Tushundingizmi? Bo'libmi? Bizning uyning ishiga qalayimqa aralashma. Sınav nereden bir bala değil oldu. Ha, birden saklı tut koydu makanda olsa. İşvak kaçıyor. Yaşıyor daknes. Ha, işvak keslamsa ha. Maqul xoş.
Kızım. Dada, restorandan o'rin zakaz qilib qo'ydim. Kechda hammamiz birlikda tamoq yesak qandaq? Ha? Sırt tamak yeyiniz mi? Vay rahmat. Undaq qilishni nima hojati, bolam? Uydili tamoq yesak bo'ladi emasmi? Shundoq bo'lsin amsa. Kech ko'rishaylik. Ha, ma'qul. Ma'qul. Ha, xo'sh. Oh. Qara. Ha. Au. Do'konda tursam xislab telefon qilibdi. Ha? Bugun Otalar bayrami ekan. Otalar bayramini tabriklab, restoran qo'yib tamoq yemasak bo'lmaydi dedi qara. Voy rasma? Men bu bolalarni kichikniki desam, xili ish qilib qopti juma. Hey uka. Bugun quyosh nereden chiqqanda u aldirash ballariga? Men dedim, hamman uyda tamoq tayyorlayotdi, uyda yeyli desam, voy hamman biz uchun osh tamoq etib, uy ishlarini qilib yerib ketdi. Bugun mehmon qilmasam bo'lmaydi deydi qara. Sağım şunda köyünü diken bu ballar. Bırak aka. Toydun ki nağırcağındaki iş yoktu degine. Ben bügen üçün bir muncha narsa kerak setib optikanman. Vay ukam. Şu gap mi de? Onu tonat qilsak qo'yayli. Erta o'gin bir amallarni qilib yevatmam da. Mayli. Men chiqib tayyorlik qilay. Bo'ldi aka. Hoşum ketgindi. Bugün xislat degan gapim toz o'tibdi de. Voy. Nima? Vaqa yuz berdi? Voy. Nima? Bildim. Men hozir boray. Ayfada. Nedirchi? Ishida doktor tashladi. Bu qanday o'g'ni? Siz yaranmag'ansiz? Yo'q, men cho'y yorulmadim. Shu liderdan uchrashish vakin to'q. Mana shu tizayda qilibdi. Shundan ushtim tutmishdi. Qoldi. Yorinibsiz ha, peshonangiz. Shifrlab ketdi. Chaploqsam o'xshab. Direktor telefon qilmadi. Yo'q, xabar qilmadi. Voy, doktor, yaxshimisiz? Bemorning ahvoli qandaroq? Hozir ahvoli xil normallashdi. Yana bir kecha kunduz kuzatamiz. Agar cho'ng masala bo'lmasa, 2 kun ichida doktorxona chiqsa bo'ladi. Voy, yaxshi. Voy, sizning o'rningiz bor. Asirlab ketdi, azroq. Yurol, tanlab qo'y.
Bu vaqt telefonimni tugab ketdi qo'yamdi. Qanam qilaman? Hadi. Ha? Sen bu yerda ish qilsa, mijozing yo'qmi? Voy yo'q. Lider qatnashchisiga uchrabdi ekan to'q. Shu aldirab tenabli kelishim. Qandaroq? Qoldi, xili yaxshi. Bu yer yuriysan-ku, uyda aram elib qolganda. Shu men mas'ul operatsiya qilgan bemorning ahvoli o'zgarib qoldi. Tuyuqsiz qaytib keldim. Hey, undaqda bugungi tomoq yeyishga bo'lmamsa, bugungi otlar bayrami unutib qoldingmi? Bemorning ahvoli pek turaqsizmi ayrılamayman. Men bu yerdan ayrılamayman. Liderning tuqqanlari kelgach bu yerdan ayrılsam qat'iy bo'lmaydi. Qanday qilamiz? Uning ustiga telefonimni to'kib ketdi degina, aloqa qilishmayapman. Bunda qila, Qaysarga telefon urayotgan, dadam hammomlarni elib restoran bag'ish tursin. Men keyindan baray. Jumi? Xizmat mudir, lider chaqirdi. Ha, mana. Qaysarga cho'qim telefon urayotdi. Ha, sen bering. Unutgan majbur. Ha. Hamma qilamiz, yaxshi aram bering. Yaxshimisiz? Cesur. Voy. Köpekmadek yaxşı maqsadlar boşluqimiz eng yengisi qarang. Mavo qandirva qildi, mavo yurak yashatdim, men qildim, unutdim, yaxshi ko'rpakni, ay ko'rpakni, ay. Ay ko'rpaqam siz. Ay Selqi. Ay, to'xta. Sizning o'g'aval digillamda cho'nglar o'rin bermaydi. Men yo'lni xatarib turibsiz. Men de unda qildim. Oshda qilingizga yolg'onchi. Nimsa tutsa kim ko'ray. Sen Qaysarmi? Ha? Saqchi. Ayirjumpning qutisi o'zgardi. Yengisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Ayirjump. Qalğaç markalı sopun paraşuti vətib erkin çıxırıcı. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşuti. Bu şoxluqlar mendila. Bu güzellik mendila. Bu sarxillik sendila. Her gün her joyning yarışığı parilar ming rang lavsuruqlari. Parilar. Men Dilkan Xalqaro soda chekish shirkati tajdorligini olgan Ot Arzusi filmidagi Tulat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Ne çık git taka. Ötkenni besavana. Hazır keldi. Keldi vaqt bo'ldi. Voy bu kısa telefon vurmaydı o. İşten çıktığı vakit bu ne bak. Hamda ura. Kallamazda bağlı. Ağa, apa? Voy Samet de. Kila otur. Kela. Voy. Xislat texish kelmabdi o. Voy şu hiç kelmaydi o. Hazır degan shu qatnashlar taz jiddiy vaqtida. Ras, ashuna vaqt sadi. Yo'lda mashina ustiga mashina. Aqcham bir yerda to'silib qoldi. Balkim. Kim qola hozir? Ekran oldidagi hurmatli ko'rman do'stlar, yaxshimisizlar? Mush ayol qirmaydi Men ayol. turmush programmasining riyosatchisi. Shu burunman boshunda
Hozir mi chiq o'zgarish yo'q. Voy aka, qerib turgani. Qeri turdi. Qarab baqa. Qo'rqbami yo'qmi o'zida? Bulg'o grim qildi, shundaqmi? Yana xeli odam tinini bir daraxtga o'xshatsa, qo'rqmi yo'qdirdi. Ay, nima yeydigandi bular? Artist qerimaydi degan gap rasmiy deb qolgan. Ras shu. Sening yeshing cho'mmagandikin, osh ayoldek moda yursang bo'ladi asli. Parvar yasansa rasli ish tushidi. bo'yin umurtqasida nima sababdan kelib chiqdi? Uning oldini olish va davolashda nimalarga diqqat qilish kerak? Men shu olim. Kishilar hamisha haftada bir qitim zo'r miqdorda ko'ktat setilishga amroq keladi. Setib olgan ko'ktatlarni uylarga elib kelib, asta-asta saqlab iste'mol. Voy, bo'ladi, hozir boray. Shuni bilishingiz kerak. Qaysi o'rinda? Bu ko'ktatni bir kun saqlasangiz, vitamin tarkibi. Mana, rahmat. Aka, nima shopdi? Ko'rman do'stlarning. Qaysarni soqchixonada deydi. Allohga Voy, nima ishtirg'andi bu juvay nima? Mana, chapanni oldim, ochishni oldim. İsmi Qaysar go? Ha. Qaysar olim. Sen o şirket işlemsen? İşlemse? Akana o şirketde etiyengli bağlan bugün. Benim bir dostum tanıştı olgan uyega. Dostunun ismi nima? Nima ish qildi? Onun ismi Adil. U men o şirket işleyme degan. Meni shu tanıştı olgan. Lekin aka, ularning o qonunsiz ishlari bilan mening faqat aloqam yo'q. Faqat bilmaydi ekanman. Ranacho, o sana şerikan var? Rana? Aka, qaysi Ranan deysiz? U aldamchilik qilmoqda. Nima? Siz qanday qilsiz buni aldamchi ekanligini? Yo'q, demoqchi bo'lganim, buga uningda yo'l so'rgandim. So'rsam, yo'lni xato deb turibdi. Bir kun talani bika aylanib yuribdim. Men u balni oldiq faqat qo'ldagi narsani ko'rib qilib olgandim. Qonun xilop ish qildim. Adil deganmi shumi? Mushu. Ashbol shu. Meni bu shirkatga shu tanishdi olgan. Ular texmanda aytganlar 2 million zakorat qilgandi. Biz ularning orqa tushgani hali uzoq bo'ldi. Ham bir qism isbotlarni to'pladik. Sizning bu to'g'riliqni bildi olamiz bormi? Yo'q, men hech nimani bilmayman. Men Urumchiga o'qishga taq bugun kelgan. Men maktabga o'qishga kelyapman. Men u balning oldiq taqslarni oldindan kelib turgan. Sen aldamchi uchrabsan. Bizni ular tutishni boshlashgan bo'lamdi. Ma'qul aka. Men cho'qim butun kuchim bilan islayman maslashini. Lekin shu odamni chaqaroq deb meni pulimni qaytirib kelgan bo'larmi? Tekshirib ko'rdik, masala yo'q ekan. Bo'ldi, tushundim. Ahvolingizni egallab bo'ldi, qaytsangiz bo'ldi. Boshqasiga rahmat. Sizlarni bundan keyin tanmaydiganlar bilan bari kelib qolgan vaqtda diqqat qiling bo'lamdi. Rahmat aka. Bo'ldi, qaytsangiz bo'ldi. Dada? Amsi yo'lda diqqat qiling. Yana oldini jumang. Qo'limda? Rahmat. Hech qisiq bu bizning qishlik ishimiz.
Soqchi. Men Qaysarning dadisi. To'xta, sizni birisi chaqirtqanmidi? Miyadini surishtiring qani. Ma'qul, rahmat. Men Qaysarning dadisi. Boy mishadin telefon qilib ekansizlar. Ma'qul, men surishib boqay. Hey. Ha, hamma. Sizlar restorandami? Nima? Restoranda? Voy, restoranda nima ish qilatdiq? Dadam telefonlamaydi-ku. Voy, dadam hozir aldirash telefon ololmaydi. Nerede bulatdiq? Soqchixonada. Nima? Soqchixonada? Bu yerda nima ish qilasizlar? Nima ish qilatdiq? Soqchixona o'ynaydigan yavg'ankin, toza o'ynayapmiz. Amma Siz ayarga o'tib birdan saqlab turing. Ma'qul. Rahmat. Saqlab turing. Siz doktor, bemorning ahvoli tez tushib qoldi. Nima? Qaysar? Nima bo'ldi? Yana birisi bilan urishdingmi? Ay, nima ish qildi? Siz Qaysarning dadisimi? Men shu. Yaxshimisiz? Ana hammasi. Siz aldamchilik televizini tekshirayotgan. Voy, Qaysar, nima aldamchilik qilding? Voy, satchildi. Asirmang. O'g'lingiz bir shaxlatib setish tashkilotiga chetilib qopti. Bu ziyon uchirg'ichi. Qat'iy xaponmanglar, fikrlarim sizlarga avorchilik deb beribdimiz. Men mush balani yaxshi tarbiyalanmay qoptiman. Dada, sen nimaga apple so'raysan? Anladingmi? Men bu ziyon uchirg'ichi, yo seni gunoh bo'lmasa. Sen jim tur. Sen mening o'g'lim bo'lgandan sen qilgan xatolik shu, men qilgan xatolik o'xshash demoqchiman. Qaysarning to'g'ri deydi. Bu ziyon uchirg'ichi. Biz bu deloni tekshirayotganda xil uzun bo'ldi. Hozir asosan isbot to'liq. Biz amalman shu ziyonga uchirg'ichining ziyonini eng tuvarliq tushiramiz. Hozir aldamchilar Qaysarga o'xshash ziyon o'xshib bitgan yosh bolalarni ko'zlayotdi. Buni diqqat qilsin. Ma'qul. Unchilik bo'lsa bo'ldi. Ma'qul. Rahmat, ukam, rahmat. Qaytsanlar bo'ldi. Biz qaytaveraylik, ha? Mana. Qaysar. Termaydi. Ish yo'q. Hech ketmay bu yerda turibsiz-ku? Na ketadim. Yo'lni to'g'ri deb bergan bo'lsangiz, bu chaq maktabga o'rilish bo'lardim. Hay bolam Qaysar, bu qiz kim o? Voy, bo'yli. Tinchlikmi? Men yurtda Urumchiga tilugangil kelgandim. Baya shu bog'chada saqchilamoq yigit bilan tang tutib keldi. Shunda bo'ldi. At degan bilan o'sha qiz uchrab, nasbasini tug'an meni. Sizni nasbasimi, menimi? Sizni kasobatingizdan saqchixonaga birinchi qatim kirib qolishim. Xijillanmay men deydi. Qaysar nima gap bu? Dada, bu menda avtobusda yo'l so'rasam, yo'lni xato deb bir kun bekor ketdi. Hey! Bardiga yeringizni o'zingiz topolmay, yana men dikkamoqchiman? Yo'lni to'g'ri deb bergan bo'lsangiz, mushlar yo'qdi. Buni o'zingiz bo'lgandan keyin o'zingizni ko'ring. Bo'ldi. Bular bu yurtda tuqqanlaringiz bormi? Yo'q. Voy, bir tanishimiz olsun bordi. Yo'q. Amisa, nega borsiz hozir? Asli maktabga boratdim, lekin bu kechida maktab borma demang. Biz bilan ketib, bizning uyda bir oqshom qo'nib, aytib bering, bulamdi. Yo'q, bo'ldi, rahmat, unda qilsam bo'lmaydi. Hech qisi yo'q. Bu kechida nelar juratdingiz? Ay, tatmisiz bo'laverdi. Uning ustiga Qaysarning kasobatidan kechikib qolibsiz emasmi? Sizni tashlab qanday ketimiz bu yerda? Juron. Voy, ansirmam qizim. Voy, biz askarlardan emas, xotirjam bo'lsangiz bo'laverdi. Ajrama.
Hozircha bemorning ahvoli turaqlashdi. Davomli kuzatib beringlar. Juringlar. Mena bolam, mena. Mushu bizning uy bolam. Udul dikisi parvarachingizni uyi. O yalğız olgandan keyin siz parvarachingiz bilan turavering, ha? Albatta shundoq bo'ldi, bolam. Ha? Men biltirsiz. Aka, amsam charchab qolding, baldiroq dama olginchi. Ey, parvar. Ballarning qo'sig'i bir yak berib qoldi. Sen oldida qachida bir narsa qila. Endi men ketaverdim juma. Sening qo'sig'ing qanday? Qo'sig'im to'q tamoq yevag'i. Ay, baldiroq ketaver. mo'min. Ma chamadonni mening uyimga akirib kirib, uningdan keyin ketgina. Ketaman. Ma'qulamiz aka. Men bir kiyimlarimni yo'tkab, ikki chiqaychim. Ma'qul. Ma'qul, xo'sh emsa. Xo'sh. Sizlar suvxonaga kirib, qo'llaringizni yuvib, qayoq tayyorlik qilinglar bolam. O'tavering bolam. Hayatning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Ashu cheksizliklar ichida huzur tuyg'usida atganchini tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tuyg'usida atganchiyi. Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilish kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalı sopun paraşoki vatan erkin chiqaradi. Voy nimaning? Kirnang. Qalğaç markalı sopun paraşoki. Pokizlik madaniyatning ifodasi. Pokizlik safoning namoyandasi. Pokizlik sog'lomlikning boshlanmasi. Xalqimizning eg'iz bo'shliqi sog'lomligiga ko'ngil bo'lish kamolatning sharafli vazifasi. Qiyinchilik chiq, chunki bu film hajmi cho'ng. Shirk obrazlar jiq, maydon soni ko'p, qism soni ko'p. Umumiy ko'rinish ilish vaqti bilan umumiy filmning ichida tasvirlangan vaqt jarayoni nihoyatda uzun. Aslında biz yazdan başlayıp görünüş algan, yazdan görünüşü var, kuzning görünüşü var, qishning görünüşü var. Demek neç 3 fasl o'tdi degan gap görünüş yapmoqchi. Umumiy filmni tugagicha 3 faslning görünüşlerini oldik. Har qanday filmni men o'ylayman, film gruppasi tayyorlab qanchadir cho'qim o'shadan qiyinchiliklar bizning bu filmda cho'qim uchirdi. Masalan, bu film ssenariysining hajmi cho'ng. Qatnashgan artistlar aytib ko'p, maydon soni alaydi ko'p. Biz filmning ko'rish jonligini oshirish, ritm suratini oshirish, texnik yorqinlikni oshirish sababidan biz maydonni nihoyat ko'p loyihaga akirdik. Albatta bu filmni biz planlagandan boshlab ko'rish og'icha nurg'unlagan tajribalarni film ilish jarayonini o'rgandik. Nurg'ulgan arq sap ishlaydigan balani yetaklaydi. Chunki bizda mukammal qurilgan bir guruh yo'q. Hamma jihatdan mukammal bo'lib qolgan bunday guruh shakllanmagan. Biz ham ish jarayonida izlanib filmning arq sap bo'libmi? Ko'pincha tomoshabinlar, ko'pincha ko'rganlar filmning o'zi ekrandagi odamlarni ko'rdi. Amaliyotda ekran oldida masalan 10-20 odamning hikoyasini so'zlagan vaqtda orqada balkim 70-80-100 odam yosh odamlar uchun mulozamat qildi. Yosh odamlarning yaxshi obraz elish uchun ular o'xshagan jihatdan tirishchilik qilib berish kerak. Mishtaq cho'ng tipdagi bir filmda cho'ng tipdagi bir guruhni tashkillab, mishlarni yetaklab, hammalarning ideyasini bir yerga kelib, mish film qanday qilsa yaxshi ilib chiqamiz deydiganlar bir tarbiyalab ilib berish o'zlari bir qancha qiyinchilik. Bu bizning balkim baş filmni ishlash oldida tayyorlik vaqtimizga hayajon yoki bir xil jo'shqinlik film ilish mezgilda balkim azroq suzish mumkin. Chunki
biz o'ylagan ba'zi narsalar ma'lum sabablardan biz o'ylagandek yetilmasligi mumkin yoki ba'zi qismlari biz o'ylaganda yaxshi chiqishi mumkin. Ham qo'shalliq va ham pushaymonmi. Kino televiziyaning xarakterimiz shu. Bo'lib rol avatgan artistlarning xarakterimiz shu. Chunki ko'rinish avatgan vaqtdagi hissiyot bilan keyin bir mezgildagi turmush tajribasi texmi mukammal bo'lgan chog'da ash film agan ko'rinishlarni obrazlarni ko'rgan chog'da men manda bir o'yinsam bo'pti ekan yoki manda yaratsam bo'pti ekan obrazni deydigan bir pushaymon chiqadi. Bu mush kasbning aloyligi ham jalb qiladi. Shu orqali ikkinchi qitim yanmish rol olgan chog'da men mishta yetakchilikni tugidaman. Manda alaman. Bundan keyin mishga o'xshash kelsa yoki ma rolga kelsa, men manda tayyorlik qilaman deb chiqadi. Undan keyin mish artist bak paydan-pay o'zining tajribasi mo'l bo'ldi. Paydan-pay yaxshi rol olgan artistga qarab o'zgardi. Tomoshabinlar yoqtirdigan artistlar bo'lib yetishib chiqdi. Minnetdar bol körgen her bir günündün, rencişler dilindin, tapalmasın cay. Cilviger gülnün tikini birge, güzel dur yüzü de dağ bulsun o ay. Cilviger gülnün tikini birge, güzel dur yüzü de dağ bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin, özgermez hakika hayat ve mamat. Kalbimde memnunluk bulsun barçıge, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmige o'xshashla qiyin, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qanoat baxtdir, baxit qanoat. Esingdan ketmasin shu oddiy savol. Kısmetler hemmige o'xshashla qiyin, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qanoat baxtdir, baxit qanoat. Esingdan ketmasin shu oddiy savol. Esingdan ketmasin shu oddiy savol.